Kariz qaynonam bilan bugun mazali sakkizoyoqchalarni ujinga pishirib yedik. Sakkizoyoqchalarni salat barigiga solib yesa juda ham mazali bo'ladi. O'zini guruch bilan yesa ham mazali. Oyoqchalarni qaranglar, juda ham mazali. Qaynonam ovqat qilishni unchalik bilishmaydi, shuning uchun yarim tayyor mahsulotlarni sotib olamiz. Bu sakkizoyoqchalarni ham tayyor souslar bilan birga sotib oldik. Faqat ozgina qovurib pishirsa bo'ldi. Juda ham mazali chiqadi. Agar meni Koreyadan kuzatayotgan bo'lsangiz, bunaqa shirin sakkizoyoqchalarni qayerdan zakaz qilganimizni ko'rsataman. Siz ham albatta olib pishirib ko'ring, faqat qovursangiz bo'ldi, juda ham mazali chiqadi. Souslari, qolgan hamma narsalari ichida tayyor bo'ladi. Bitta sakkizoyoq emas, biz buni ichiga tovuqni ham qo'shdik. Tovuqni ham o'ziga yarasha souslari va o'ziga yarasha sabzavotlari bor edi ichida. Agar kim qaynonamga o'xshab uyda ovqat qilgani erinsa yoki ovqat qilishni bilmasa, bemalol shunaqa yarim tayyor mahsulotlar olib pishirib yesangiz bo'ladi. Ko'pchilik so'rashadi, nimaga mukbang olganingizda faqat og'zingizga kirayotganini olasiz, qolganini qo'ymaysiz deb. Agar hammasini qo'yadigan bo'lsam, video juda ham cho'zilib ketadi. Shuning uchun kesib video montaj qilaman. Agar meni to'liq mukbang qilganimni ko'rmoqchi bo'lsangiz, har zamonda TikTokda efir qilganimda mukbang qilib o'tiraman. Kariz qaynukam bilan erim qaynonamni ovqatlarini yomon ko'radi. Ayamiz ovqat qilishni bilmaydi deyishadi, lekin qaynonamni hamma ovqatlari menga yoqadi. Kariz qaynonamiz bu ovqatlarni umuman yemaydilar, chunki bizning ovqatlarimiz qaynonam oshqozoniga og'ir botadi. Bu yog'i esa mukbang. 이모가 이 쌈은 한꺼번에 먹어야 돼. 외국 사람들 못 먹어 한꺼번에. 향수를 이렇게 싸서 이렇게 비벼 먹으니 맛이 있니? 한꺼번에 맛을 느껴야 되는데. 근데 괜찮아. 한국 사람 다 됐다. 깻잎이랑 상추랑 같이 먹는 스타일은 맛있어요. 같이 먹으면 맛있어요. 원래 이렇게 먹는 거야. 우리 이모랑 나 밥 먹을 때 막 엄청 막